Bizni tochoq dushdan chiqmaydigan bo'lib qoldi. Sigiri chekyaptimi? Hozir somsaxonaga so'z qilaman. Dada o'lib qolaman shekilli. Chekasan hayvon, yana bir marta chekki, boshqa narsa chekasan. Ha, hayvon shuncha boylikni kimga qoldiraman? Bir hunar ham o'rganay demaysan. Qishloqqa borib itni ishlataman seni, yurma yoqqa qo'yaman. Dada men sizga arab emas, meni big'illatib ishlatyapsiz. Men sen qo'yag'iga Xonsaroyda fazo loyihasida 22 oylik muddatli to'lovga white box holatda uy olib qo'yibman. Dada araba topaylik. Ming'illama hozir aravani o'rtasiga tepaman. Dada o'tiradigan apparat bor edi-yu. Sen o'rasan hayvon. Bir gektar turibdi hali. Tez ol. Nodirbek o'g'lim obedga chiq. O'g'lim obedga emas, shomga chiqar shekilli. Nodirjon o'g'lim. Nodir, tur ishga yaramayapsan, seni sportga olib boraman o'g'lim. Ketdik dada. Dada men yomon qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, mujik bo'lasan, meni o'g'limsan, davay bos. O'g'lingiz o'lib qolmaydimi ish qilib? O'lib qolmaydi, sport bilan shug'ullansin. Otam, bolangizni bo'ynisini diyo. Qo'ya surtib qo'yamiz, yaxshi bo'lib ketadi. Qulog'im kirib ketibdimi? Shu qo'lni kim tigi yomonda? Jiyanga aytaman, choptirib yuboradi, yaxshi bo'lib ketadi. Dektir shunda bo'zda oldi-da. Yo'q, ana qo'rqmasga o'tdi. Bakir itingni nima qilay, kallasini olvoraymi? Ol itingni. Qo'shni damkirat yo'qmi? Mashina balonni qo'yib yubordi. Qanaqa damkirat? Almashtiring. Bo'ldi, rahmat. Qo'shni qanaqa shini ishlatyapsiz mashinaga? Ha, o'zimizni mashinalarni ishlatyapman-da. Jahon standartlariga ham javob beradi. Yamalarni-chi, ko'rdim nimasida o'tib ketadi. Ammo yomonini ishlatyapsiz ekanda. Charchamang qo'shni. Rahmat. Yo'q, qo'rqmas, haqiqatan kuchli-a. Hech narsadan qo'rqmaydi. Kakiras kelib qolding, kartopkani olvorku. Hamma vesiga qarabdi, to'g'rimi? Ustoz qo'limizni tushirib chiqsak maylimi? Sevdiyorni qo'ltig'i gapiryapti. Nodir hozir she'r aytgan chiqasan esingdamish. Esimda. Ketdik. Go'zal qizdek o'ziga orolar berib, suluv qizdek onangni Bolalar bugun bitirib ketamiz-ku. Raqsda big'illatmaymizmi? Qo'y yag'isini chiqarib yuboramiz. Ketdik. estaladi endi nima deysizlar? Bolalar mana so'nggi qo'ng'iroq ham zo'r o'tdi. Endi Vipsnoga bir xil qilib kiyinaylik. Tarixda bunaqasi bo'lmagan bo'ladi. Davay. Ketdik. Hurmatli obunachilar, mana bugun bitiruvchi 9-A sinf o'quvchilariga chotki qilib lut qilib berdik. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Faqat mana bu akamizga razmer to'g'ri kelmadi. Bolalar sal kichkina emasmi? Xavotir olma, Vipsnogacha 5 kun bor, ungacha tug'ib olasan. Aka toza tabiat sal olasizmi? Yo'q, kerak emas. Aka ariyani to'zitib o'zim olib kelyapman, qarang chaqib tashadi. Yo'q, kerak emas. Ona arisi ham bor ichida. Voy, ona arini qilib kelishdi. Yangilikni qara. Xonsaroyning muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 15% to'lab, uy xarid qilishingiz mumkin ekan. Zo'r ekan u. Bolangizga hunar ham o'rgatay demaysiz. Qachon sportga boring,
Dada, Ana, daydingiz keldi. dada daftarim tugagan ekan, mashinangizda dars qildim. Dada, mana kapoti bilan mana o taraflarda matematikadan dars qildim. Mana bu tarafida odam va uning salomatligidan dars qildim. Ertaga mashinangizni berib tursangiz, ustozimga uy vazifani ko'rsatardim. Qo'yag'i, signal berma. Odam bo'lib keldik, odam bo'laylik. Sen odam bo'lishsan. Joningga tegdi. Nima qilding mashinani? Yur oldimga tush. Sportga beraman seni. Bolangiz hozir oyog'ini sindirib qo'yadi. Dada, raqib tayog'ini balovoy tortib sindirdim, lekin nimagadir meni oyog'im og'riyapti.